Amerika, Yaponiya rahbarlarining tunji uchrashishida Uyg'ur masalasi tilga ilindi. Amerika prezidenti Jo Bayden juma kuni Yaponiya bosh vaziri bilan Oq saroyda o'tkazgan suhbati jarayonida Uyg'ur masalasini so'zlashgan. Prezident Jo Bayden Yaponiya bosh vaziri Yoshihide Sugani Oq saroyda kutib olgan va Xitoyga qarshi ittifoqni kuchaytirish strategiyasi ustida muzokara olib borgan edi. Oq saroyning to'r betidagi birlashma bayonotga qaraganda suhbat jarayonida Xitoy paydo qilayotgan xavfsizlik masalasi, Xitoyning Tayvanga yaqin joylarda borgancha ish berayotgan harbiy harakatlari, Hong Kong va Uyg'urlarga qaratgan kishilik huquq buzg'unchiligi asosli temalarning biri sifatida o'tirib qo'yilgan. Birlashma bayonotda mundaq deyildi: Biz Hong Kong va Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining kishilik huquq vaziyatidan jiddiy andishiladiganligimizni o'rtoqlashdik. Amerika prezidenti Jo Bayden suhbatdan keyin muxbirlarga bergan birlashma bayonotida Xitoyga taqobil turish masalasi ustida to'xtalib mundaq dedi: Biz Xitoydan keladigan raqobatlarga birlikda taqobil turishga hamda erkin ochiq Hindiy okeanining kelgusiga kafolat qilish uchun Sharqiy dengiz, Janubiy dengiz, shundaqla Shimoliy Koreya qatorliq masalalarda hamkorlashishga va'dalashdik. Yaponiya bosh vaziri Yoshihide Suga Bayden bilan o'tkazilgan suhbatning tafsilotlarini oshkorlashni xohlamaydiganligini bildirgan bo'lsa-mu, Tayvan bo'g'izining muqimligi va tinchligini saqlash masalasida Amerika va Yaponiyaning o'rtaq tunishga ega ekanligini aytdi. Bu Jo Baydenning vazifaga o'ldirgandan buyongi tunji chet el rahbarini Oq saroyda kutib olishi bo'lib hisoblandi. Yaponiya bosh vaziri Suga Amerika safarini boshlashdan ilgari Amerikadagi nopuzli strategik tadqiqot organlaridan RAND tadqiqot jamiyatining Xitoy ishlari mutaxassisi Scott Harold bir obzor e'lon qilib, Yaponiyani Xitoy Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilishga chaqirgan edi. Amerika Yaponiya rahbarlarining Oq saroydagi uchrashishi va bu uchrashishdan keyin e'lon qilingan birlashma bayonotlarning Xitoyni intayin bearam qilganligi ma'lum. Xitoyning Amerikada turishliq bosh elchiligi bu vaqt e'lon qilgan bayonotida bu birlashma bayonotga kuchli e'tiroz bildirganligini aytdi.